Global savollardan bittasi, vaginalniy zulum muolajasi og'riqli emasmi va ichiga kirib ketib qolmaydimi deydi. Yo'q, biz hamma straxovkani qilamiz. Mutaxassis sifatida bemalol ayta olaman, ichiga kirib ketib qolmaydi va og'riqli emas. Vaginalniy zulum muolajasi mutlaq og'riqsiz jarayon. Nimalarga foyda? Asosan vaginalniy zulum ayollar jinsiy kasallikka qo'yamiz. Hattoki ekomarkazlardan yo'llanma qilib bizga jo'natishyapti. Nimaga? Bolani, ya'ni embrion ekishdan oldin papilloma griboglar bo'lsa, vaginalniy zulum bilan tozalansin degan yo'llanma bilan jo'natishyapti. Hatto preventiv ginekologlar ham, nutritsiologlar ham jo'natishyapti. Follikullar yorilishiga, kista, mioma, eroziyalarga, bepushtlikka, birinchi va ikkilamchi bepushtliklarga jo'natishyapti. Alloh azzi bilan haqiqatan foydalari zo'r bo'lyapti. Vaginalniy zulumda asosan shifosi zulumni fermentida hisoblanadi. Og'zidagi fermentida juda ham ko'p aniq shifo bo'layotgan fermentlari bor. Bulardan eng aktivi kollagen, oqsili, kumush suvi va girdiyon.